Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Video oxirida sizlarga ajoyib bir sovg'amiz bor. Yulduz qara, savol-javob o'yini o'ynaymiz. Bu safar nisbatan boshqacharoq bo'ladi. Men senga test beraman. Bu yerga adiblar, yozuvchilar, xullas kitob nomlarini esingga kelgani bo'lsa, qo'lingga yozib chiqasan, xo'p? Xo'p. Men yana bitta listga kartochka yasayman. Oho, nechta yozding? 24 bo'ldi. Sen yetadi shuni o'zi. O'zim boshlab beraman, mayli. Boshlang. Xullas, o'yin boshlandi. O'yin shartlari nimadan iborat? Bu yerda kartochkalarda raqamlar yashiringan. Men bu yozib chiqqan narsalarni esa o'sha tanlagan kartochka orqali qaysi asar, qaysi kitob yoki qaysi demak avtor haqida gapirishgan. Hop, yozilgan. Ular haqida demak mashhur iboralar, aforizmlar yoki juda bir taniqli demak gaplar bo'lsa, bemalol aytsa bo'ladi. Bemalol o'zing bilganingni aytsan bo'ladimi? Ya'ni shu asar yoki adibni bitta so'z bilan ta'riflash yoki bir jumla bilan yoki iqtibos bilan ta'riflash. Xuddi shunaqa desak ham bo'ladi. Agar mabodo asar yoki o'sha muallim haqida senda tushuncha bo'lmasa, bilganing haqida gapirsang ham bo'ladi. Xo'p. Bosilgan o'zi. Bosilgan. Ya o'ldirasan. Hop. 14-raqam ko'rsatib yuboraylik. 14 men 14 men Fathuman men asari. Zero nafs o'lmaydi. Shunchaki o'zini uxlaganga soladi xolos. Zo'r, bora bor o'sha. Bak, chiqib ketdi. Endi sen. Bismillah. 23. 23 nima ekan? Hikmatlar kulliyoti. Gapirchi. Hikmatlar kulliyoti. Hikmatlar kulliyoti. Saharlarda turib yig'la, ibodatga beling bog'la, iymoningni ariq saqla, bo'lursan obdor berib endi. Malades. Kimniki asari? Ahmad Yussaviy. Malades. Yaxshi, endi men hop 6. Hamza. Hamza Hakimzoda Niyoziy. Hop, Hamza Hakimzoda Niyoziy gazetchilik faoliyatining asosiy namunalaridan biri. Shundan bir chiroyli o'zbek xalqiga murojaat sifatida she'ri bor. Ko'nglidadir oshuftai, lahvu taraf, nafsu havo. Bilsa zillat xanjari, bahrini luqmon istamas. Uxlama ko'p o'zbek eli, asli taraqqiy vaqtida. Shunaqa gaplar. Aynan shu she'ri uchun biz Hamzani tanib olishimiz mumkin. Sen, davay, talaxan. 10. Tolstoy. Oho. Biz Lev Tolstoyni Urush va tinchlik, Anna Karenina asarlari bilan tanishimiz mumkin. Eng zo'r asarlari, shubhasiz. Hop. 8. Zulfiya. O'zbek she'riyatining eng zo'r ayol namunasi. Dastlabki she'riy to'plami Hayot varaqlari nomi bilan adashmasam 1932-yil 17 yoshda chiqqan. Shunaqa? Menimcha to'g'ri. Shunaqa. Shunaqa. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri. 5. Abdulla Qodiriy. Xo'p, biz Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon va Obidjon ketmon asarlari orqali tanishimiz mumkin. Bitta adabiyot haqida bir chiroyli aforizm bor-da, bilasanmi? Adabiyot atomdan kuchli. Молодец. Xo'p, men 22. 22 nima ekan? Iroda kuchi. Stress irodaning eng ashaddiy dushmanidir. Zo'r.
Bu asarda mazhab o'qigan. Bir kunda o'qib ketganman. Sina. Challenge. Shuni qo'ygan. Men Tamam. kichkinasini tanlayman. U Alisher Navoiy. Alisher Navoiy deganda biz birinchi o'rinda Hamsa asarini keltirishimiz mumkin. Hamsada 5 ta doston bor. Birinchisi Hayratul Abror, ikkinchisi Layli va Majnun, uchinchisi Farhod va Shirin, Sa'd Iskandariy dostonlardir. Bo'ldi. O'ldirding. Va 9. Uwaysi. Hop, bir alohida ajratib turadigan jihati bor boshqa shoiralardan. Ushbu shoira Chiston-Navish, ya'ni Chiston janrida ijod qilgan shoir hisoblanadi. 15. Senga Mo'minning miroji bu Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitobi hisoblanadi. Bunda asosiy eng bitta jumlasi bor. Bu namoz mo'minning miroji degan jumlasi bor. Mana shudan biz asarni tushunishimiz mumkin. Asarda asosiy ko'rinishi nomi shunaqa. Mo'minning miroji, ya'ni mo'minning miroji deganda nima nazarda tutilgan bo'lsa, namoz. Ana borda zo'r jumla bor. Как shuni haqida yozganman men. Qara. Boshqa asarlarda mufassal namoz kitobida ushbu kitob men o'qiganman, kerak narsa. Alloh taoloning 8 ta asosiy sifati bor. Hayot, tiriklik, ilm, bilish, qudrat, qodirlik, sama, eshitish, basar, ko'rish, iroda, xohish, kalom so'zlash va takvin, yo'qdan yaratish kabi sifatlari bor. O'sha kitobda keltirilgan. Aytib o'tyapman. Hammaga maslahat beramiz. Sabr. Bismillah. Port Buxoriy. Imom al-Buxoriy. Hop 810 Samarqand, 870-yil Buxoro. Hop muhaddislar imomi. Bu kishini bilmasak bo'lmaydi. Hop Qur'ondan keyingi eng ishonchli va muqaddas manba bo'lgan hadis ilmining eng buyuk shaxsi sifatida ko'riladi. 600 mingga yaqin hadislar ichidan adashmasam 7397 tasini sahihlarni, ishonchlilarni saralab qo'ygan. Al-Jami' as-Sahih, Al-Sahih al-Buxoriy asarlari bor. Hop, tanla. Kim bor? Buxoriy haqida gapirsa, lekin gapiraman. 17. 17. Diqqat asari. Va e'tibor bu zamonaviy dunyoda boylik muvaffaqiyatning haqiqiy valyutasidir. Hadis shu kitobdamidi o'zani? Aniq shu kitobda. Tanla. Sal insof qotilmaysan. 18. O'tgan kunlar. Abdulloh Qodiriy. Ushbu kitobda juda ham bir chiroyli ibora bor, Yulduz. Adashmasam ushbu jumlani eshitishlari bilan har bir kitobxonda aynan gap qaysi asar haqida ketayotganligini adashmasa kerak menimcha. Siz o'shami? Ha, men o'sha. Endi mening navbatim. 16. Ikki eshik orasi. O'tkir Hoshimov. Hop, bunga umr ikki eshik orasiga o'xshaydi. Ya'ni bu Kimsan va Robiyaning chin va sof muhabbatidir. Zo'r o'xshash bo'lgan, lekin ikki eshik orasi. Eng yaxshi ko'rgan kitob. Tanlab topganda. Hop, 11. Shakespeare. Ingliz dramaturgi, yozuvchisi. Zo'r asarlar bor. Dunyo tan olgan mashhur asarlar. Otello, Gamlet va biz bilgan Romeo va Juliet. Nechi? 21. Fikrlash strategiyasi. Said Murod Davlat. O'qiganmisiz? Biz bu asardan hayotdagi o'zgarishlar senga emas, sendagi o'zgarishlarga bog'liq. Zo'r. Buni menimcha o'qimagan odam biladi. Chiroyli jumla lekin. Tak. Nima? 7. Mashrab.
Agar oshiqligim aytsam kuyovjonu jahon o'tar. Bu ishq sirin bayon qilsam toqi ulqonimon o'tar. Zo'r. Bitta ashula bormi? Yana bitta zo'r nimasi bor, g'azali bor. Juda chiroyli. Maktabda o'qiganman. Zohid sanga hurumanga janona kerak, jannat sanga bo'lsin menga mayxona kerak. Mayxona aro savqiyu paymona kerak, paymona necha bo'lsa, qo'layona kerak. Juda go'zal g'azal ekan. Tanlang. Va mana Oshufdagi go'zal. bismillah. 19. O atom odatlari. Atmodatlar. Hamma shaxsiy rivojlanishga doir kitoblar chiqaribsan senda. Ikkalamizga almay qoldim deb mana. Atom odatlari o'qiganimda eng yaxshi bitta jumlasi bor edi. Katta o'zgarishlar ko'p marta kichik bajarilgan odatlarning natijasidir. Xuddi shunaqa shubhasiz. Asar muallifi kim? James Clear. Молодцы. Sen tanlasan. 2. Abdulla Avloniy. Abdulla Avloniy jaridchilik faoliyatining asosiy namoyandalaridan biri, xususan buyuk jaridchi hisoblanadi. Tarbiya haqida bir chiroyli iborasi bor. Maza qilib yuboradigan. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo halokat masalasidir. Bismillah. Nechi? 3. Giyoti. Yo'ti. O. Giyotini bilmagan inson bo'lmasa kerak, ya'ni butun jahon, butun o'lka hamma Giyoti haqida biladi. Nemis shoiri uning eng mashhur asarlaridan biri, ya'ni kitobxonlarni larzaga solgan asari bu Faust. 1808-yilda yozilgan. 1808. 1808. Right. 13. Nima ekan? 13 jinoyat va jazo. Jinoyat va jazo. Dostoyevskiy. Insonning eng kuchli fazilati bu ko'nikishdir. Va shu bilan birga ushbu fazilat insonning eng katta kamchiligidir. Mana. 20. Tasodif bilan aldanganlar. Nasim Talib. Odamlar bunda o'zi asosan bitta jumlasi bor, shu yoqadi ham. Odamlar ko'pincha muvaffaqiyat yoki mag'lubiyat sababini o'z xatolarida yoki kamchiliklarida ko'radi. Aslida esa bu ko'p narsa oddiy tasodifning natijasidir. Shunaqa. Bu nimada kitobda bitta bor yo'q? Ko'p bora bor. Faqat iboralardan o'zi tartib. Shunday. 12. 12. Cho'lpon. Cho'lponni hamma taniydi. Buni bitta va eng mashhur va eng yaxshi ko'rgan she'ri bor. Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, eng yorug' yulduzdan seni so'raymen. Ul yulduz uyalib, boshini bukib aytadir. Men uni tushda ko'raman. Tushda ko'ramen shunchalar go'zal, oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Молодцы. Og'zini yo'qotsin, ko'zimdan sochilur qarlaqsa yosh, bo'yla kim paydo bo'lur, yulduzni xon bo'lg'och quyosh. Kimkiydi? Alisher Navoiy. Qanchaga almashmagan? 12,000 misraga. Xullas o'yinimiz tugadi. Nima deb o'ylaysan? Kim yutdi? Albatta bu yerda do'stlik g'alaba qozondi. Taassurotlar katta ehtimol bilan ijobiy holatda. Bu yerda endi asosan nima desam bo'ladi? Dunyo ko'zini yurgan gap. Dunyo yuzini ko'rgan eng buyuk insonlar, xususan ularning asarlari yozildi. O'ylaymanki, biza bundan ham kuchliroq tayyorlanishimiz kerak, kuchliroq o'qishimiz kerak. Sababi endi ko'pchilik biladigan iboralar, aforizmlar bu yerda gaplar ishlatildi, gapirildi.
bitta asar haqida hech bo'lmaganda yarim soat, 1 soat gapiradigan darajada bo'lishi kerak deb o'ylayman men nazarimda. Sen nima deb o'ylaysan? Men ham shu fikrdaman, qo'shilaman, chunki bitta jumla bilan asarni, katta bir asarni yoritib, voqeatini tushuntirib bera olmaymiz, o'shaning uchun nisbatan yaxshiroq. O'ylaymanki, endi o'yin shaklida bo'ldi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiringlar albatta. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Demak, va'da qilgan sovg'amiz nimadan iborat? Bitta savol beramiz va ushbu savolni javobini topgan va izohda yozib qoldirgan inson uchun sovg'a tariqasida bitta kitob hadya qilamiz. Savol nimadan iborat? Ushbu savolni demak, bosh muallim, bosh targ'ibotchi, kitob targ'ibotchisi va kitobxon Yulduzga qoldiramiz albatta, singlimiz. Savolim shundan iboratki, o'zbek adabiyotimizning ajralmas bir qismi bo'lgan yozuvchi bor va bu shubhasiz Abdulla Qodiriydir. Abdulla Qodiriyning kontrast, ya'ni qarama-qarshilik uslubida yozilgan bir asari bor. Va o'sha asarni topgan birinchi ishtirokchiga kitob Zo'r savol, albatta. Kim bilsa izohlarda yozib qoldiringlar. Charchamanglar, go!